Sizlar bilan Fiziko va Tuman 8. bugungi videomizda biz mana shunaqa parkurdan o'tamiz. Balki. Men tushundim shekilli. Yuring. Yo'llar. Shunaqa mod o'rnatdik, to'g'rirog'i. To'g'ri. Keyin Qaytasiz? Qayoqqa yangrab yuribsiz? qarang, buni yesang nima bo'ladi? Siz ham daraxtni ezing. Endi daraxtni. Yezdim. Endi mana bu Nima bu? hobi. Yu, daraxt ichidan. Mana buni yashilni ezing endi. Mana bak. Siz ham bunaqani ezing, endi yashil jumlat deydi. Ana, o'pa. Nima? Loydan yuramizmi hozir? Men manetdan chiqib saklasdim. G'alati parkur ekan. O't bo'ladimi o'zi shunga hayronman-da. Ashaq o'tish ko'rmagan. O't bo'ladimi o'zi? O't bo'ladi. O't bo'lsa kerak. Hey, O'tdi. mana pishgan. Voy. Nima deyapman? Sindirib bo'lmaykan mana odi. Bu sindirib bo'lmaydi deydi. Bu shunaqa karta. Yo'mayo. Unda o't bo'lmaydi. Ne o'tdi? Nargisidanchi? O'tdizmi? Mana Do'stlar, Mana bu nima bildiradi? Bu g'alati ekan. Tugmani ezing. Ezdingizmi? Endi oq qo'yamiz boshqa. Endi qaysi muz bor ekan? Uf, men nimagadir men kirmayapman. Oq ezing. Oqda ezdim. Oq tugmachani. Yezdim. Mana. Voy. Keldingizmi tumanma? Kutib seni ketdimi? Yo'q. Zinchi? Mashina. Oltin. Oltinni qilaylik. Qanisiz tuman? Yo'q, bu tomon bo'lmaydi. Menki mana. Qaysi birini qilamiz? Moneta qaysi birini tanlaysiz? Tosh, muz, daraxt. Mut. Bo'lgan. Omasini pancha. Mayli. Bosdingizmi? Endi yoqqa bitta sakramizda o'yinga kiraylik qanaqa ekan. Muz ekan. Kiring-da. Bo'ldimi? Yo'q.